Salom, sharabara. Hop chiq. Ustoz, eski-tuski narsa olgandan ko'ra boshqa ish qilaylik-ku. Ammo erkak kishi nima qilib bo'lsa ham pul topish kerak. Newtonning birinchi qonuni, unutma. Pulsiz erkak faqat onasiga kerak. Eski xaladinni olasizlarmi? Mana o'sha xaladinni. Hey, nesbi so'rasiz bunga? 250 mingga bermadim. Men 300 ming beraman shunga. Ustoz, nega qimmat narx beryapsiz? Rozimisiz? Roziman. Faqatchi mana shu eski gilamizni ham qo'shib berasiz, xaridingni qirilishi mumkin. Eski gilamagani olavering. Yashang. Ustoz, bu eski gilamni nima qilasiz? O jinni bu qadimgi Eron gilami-yu, qo'lda to'qilgan, kamida $1000 ga sotamiz. Ustoz, mana shu bir kun borib isqirib qo'yalaringizni kitob qo'yib yozaman. Newtonning ikkinchi qonuni. Suyagini sotib olib, iligini tekinga olgin. Kechirasizlar, 99-yilgi eski narsalarni ham olmaysizlarmi? Olamiz, bor erkak kishini chaqiring. Yo'q, bitta o'zim edim uyda. Qo'shing, qaysi nima olish kerak? Voy, biz mashinik bo'lsak ham, or-nomusimizni hali yo'qotganimiz yo'q. Bo'lmoqchi chiqib o'tirib. Bizachi erkak yo'q xonadonga kirmaymiz. Yo'q, men bevaman, yolg'iz yashayman. Yo'q, qulog'ingizga quyib oling. Newtonning 3-qonuni. Ayol chiqmasa eshikdan, baxt kelar eshikdan. Yo'l sharmanda. Bola yangi narsa ham olasizlarmi? Ha, olamiz. Tinchlikmi? Sles kiyimlar 100 ta dona. Faqat iltimos hidi chiqmas, ha? Lerima hali bu. Yo'q, ishxonada oylik past shularni o'g'irlab tirikchilik qilamiz-da. Bozorda 150 ming so'm. Sizlarga 50 mingdan beraman donasiga. Ha, buni biz rozimiz beshoring. Shogird mashinaga ortiz. Ustoz, uncha pulimiz yo'q-ku. Yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa to'polon rejasi. Nima to'polon rejasi? To'polon rejasi. Ha, o'zimiz isqirt rejading. Ustoz, havasini ortib bo'ldim. Tez anaqangi 5 million sana ber. Qaysi 5 million? Ha, badacho'da turdi-ku. Bardacho'da 5 million yo'q. Haziljon shakli. Sen oldingmi? Qanaqa 5 million? Ha, o'g'ri. Savdo qo'lib yeng. O'zi bitta chaqirib o'g'ri topadi. Ha, yaramas. Ha, ko'rmaysizmi shogirdi? Ha, militsiya kelsa o'g'rini aniqlaydi. Yo'q, militsiya ham kerak emas, kurtka ham kerak emas. Shundoq kelgan, shundoq ketibdi-da. Ketinglar, aka, iltimos. Homma. Sizlar meni ko'rmadinglar, men sizlarni ko'rmadim. Ustoz, ifloschiimiz o'xshadi, lekin qo'rqma desa. Bitta qonunni eshitganmiz-a? Newtonning qonunimi? Jinni, o'zi Newtonning 3 ta qonuni bor. Bu meni qonunim. Qo'rqqanni qulog'i sinsin.